O'zbekiston radio kanali. Kadastr agentligi Ko'ktala tumani bo'limi boshlig'i Murod Yo'ldoshev ma'lumotlari shu haqda. Davlat kadastr palatasi mutaxassislari bilan hududlarga borib o'rganilganda bo'layotgan jarayonni nazorat qilish, ya'ni fuqarolar bilan mutaxassis o'rtasida munosabatga aniqlik kiritish va qonunni to'g'ri tushuntirish, qanday imkoniyatlarga ega bo'lishi, ertaga uy-joyi, masalan, oldi-sotdi meros qilib qo'yishlarning huquqlarida hammasini tushuntirib o'tyapmiz fuqarolarga. Yana ham yangitdan qurilish qilmaslikni targ'ib qilyapmiz. Yangitdan qurilish hujjatsiz qiladigan bo'lsa, Ma'muriy javobgarlik kodeksining tegishli moddalari bilan jarimaga tortilishi, ertaga hujjat qilinmagan taqdirda sud tomonidan buzishga chiqarilishi, noto'g'ri suvli joylardan qurilgan qurilishlar jinoiy javobgarlikka tortilishi bo'yicha ham fuqarolarga keng targ'ibot tushuntirishlarni olib boryapmiz. O'zbekiston radio kanali.